Assalomu alaykum. 20-26 aprel haftaligida jahonda va O'zbekistonda marketing va biznes bozorida bo'lib o'tgan yangiliklarga bag'ishlangan hafta dayjestimizni boshlaymiz. Manchester City futbolchilari o'zbek tilini o'rganishni boshlashdi. Xabaringiz bor, Artel kompaniyasi Manchester City futbol klubining regional partnyori degan homiylik o'sha shartnomasini imzolagan edi va aynan mana shu hamkorlik doirasida Artel kompaniyasi o'tgan hafta o'zining reklama roligini e'lon qildi. Juda ham ajoyib reklama roligi bo'lgan va men buni O'zbekistonning marketing bozoridagi bir tarixiy voqea deb hisoblagan bo'lardim. Sababi bunday tarkibdagi jahon yulduzlarini hali hech qaysi bir brend o'zida jamlay olmagan edi. O'sha rolikda tabiiyki Abduqodir Husanov, Erling Haaland, Phil Foden kabi nafaqat Manchester City'ning balki jahonning eng top yulduzlari ishtirok etishgan va ushbu rolik orqali Artel kompaniyasi o'zining o'sha reklama kompaniyasini e'lon qildi. Bu voqeaning yana bir o'ziga xos tarafi shundan iboratki, rolik nafaqat Artelning ijtimoiy tarmoqlarida, balki o'sha Manchester City'ning ham Instagramdagi ijtimoiy tarmog'ida e'lon qilindi. Bu menimcha juda ham zo'r voqea bo'ldi va men yana bir marta Artel kompaniyasini ushbu ajoyib marketing yurish bilan tabriklayman. Makro kompaniyasi o'zining ijtimoiy tarmoqlarida yangi logotipi va yangi sloganini, Makro yangi zamon formatini e'lon qildi. Ushbu slogandan tashqari Makro o'zining o'sha yangi formatdagi konseptual do'konlari ochilganligini ham e'lon qildi. Makroning hayot tarzini Amerika gorkalariga o'xshatsa bo'ladi, ya'ni bir tepaga bir pastga, bir tepaga bir pastga harakat qilayotgan supermarketlar tarmog'i hisoblanadi. Nima bo'lganda ham men Makroga omad tilayman. Balki mana shu rebranding orqali kompaniya o'zini to'laqonli tiklab, yanada o'sha o'zining oldingi nufuziga ega bo'lishga intilib ko'rar, balki o'xshar. Evas kompaniyasi o'zining tarkibida go'sht 2 karra ko'proq bo'lgan mahsulotlarni taqdim etdi. Ushbu go'shtli mahsulotlar, ya'ni o'sha Evasning odatiy bo'lgan o'sha lavashlari, burgerlari va hokazolar endi Machu sub brendi ostida taqdim etildi va ushbu kompaniyaning ambassadori sifatida Bahodir Jalolov tanlandi va o'sha bizning boks yulduzimiz endi Evas mahsulotlarini reklama qilishni boshlashdi. Ijtimoiy tarmoqlarda juda ham ko'p savollar bo'lyaptiki, qanchalik sportchi fast foodni reklama qilishi to'g'ri, qanchalik bu o'sha o'zaro pozitsionirованиеga to'g'ri keladi degan savollar berilyapti. Menimcha bu yerda birinchidan men o'ylaymanki, Evas kompaniyasining marketologlari bu narsani bekorga tanlashmagan va ma'lum bir o'sha tadqiqotlar o'tkazish natijasida ushbu yo'nalishga kelishgan. Boshqa tarafdan men aytishim mumkin, Bahodir Jalolov og'ir vazndagi bokschi hisoblanadi. Og'ir vazndagi bokschilar ko'p ovqat yeyishligi kerak va yana bitta narsani hisobga olish kerak. Bu yerda pozitsionirovание aynan go'sht ko'pligi. Go'sht og'ir vazndagi bokschilar uchun faqatgina foyda hisoblanadi. O'zbekiston Airways kompaniyasi 2026-yilning 1-kvartalida 152 milliard so'm sof foyda ko'rganligini e'lon qildi. Bu o'sha o'tgan yilning shu davriga nisbatan 3 baravar ko'proq degani. Bu endi har xil analitiklarning berayotgan ma'lumotlarga ko'ra, asosan bu narsa o'sha tannarxning optimizatsiyasi orqali erishilganligi haqida ma'lumotlar berilyapti. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, bu albatta yaxshi yangilik va albatta o'sha O'zbekiston Airways kompaniyasi foydali bo'lishi, ya'ni ko'proq foyda olishi bu yaxshi ko'rsatkichlardan bittasi hisoblanadi. O'zi hozirgi paytda juda ham ko'p aviakompaniyalar o'sha Ormuz bo'g'ozining yopilishi va neft mahsulotlarining oshishi natijasida biletlarning oshishini, aviakerosinning narxi oshishi natijasida juda ham ko'p reyslarning bekor qilayotganligini e'lon qilayotgan bir vaqtda O'zbekiston Airwaysning katta foyda olganini e'lon qilganligi bu bozor uchun juda ham bir yaxshi ko'rsatkich. Yana bitta kompaniya O'zbekistonda o'zining rekord darajadagi sof foyda ko'rganligini e'lon qildi. Ipoteka bank 1-kvartalda 846 milliard so'm sof foyda ko'rganligini e'lon qildi. Bu o'tgan yili mana shu periodda Ipoteka bank 30 milliard zarar bilan chiqqan. Bu albatta o'sha bankning xususiy qo'lga o'tganligi, ya'ni bank endilikda o'sha OTP guruhga tegishliligi va barcha faoliyatlar to'laqonli biznesga asoslanganligi va foyda ko'rishga qaratilganligidan misol sifatida aytishimiz mumkin. OTP Ipoteka banki bugungi kunda O'zbekistonda marketing bozorida ham juda ham yirik o'yinchiga aylangan, televideniyada ham top reklama beruvchilar qatoriga kiryapti va menimcha o'sha bankning biznes ko'rsatkichlari bundan buyog'iga faqatgina yaxshilanadi. Apple kompaniyasining rahbari Tim Cook
o'zining lavozimidan ketganligini e'lon qildi. Ya'ni Apple kompaniyasi ushbu yangilikni e'lon qildi. Tim Cook Apple kompaniyasida 98-yildan beri o'z faoliyatini amalga oshirib kelayotgandi va 2011-yilda o'sha kompaniyaning asoschilaridan biri buyuk Stiv Jobsning o'sha hayotdan o'tganligidan keyin kompaniyani rahbarligiga o'tgan va u rahbarligi davrida kompaniyaning kapitalizatsiyasi 350 milliard dollardan 4 trillion dollargacha yetdi. Umuman o'zi Tim Cookning rahbarlik periodi Apple uchun omadli hisoblanadi. Apple hali ham dunyoning eng yetakchi kompaniyalaridan biri hisoblanadi. Tim Cookning o'rniga bugungi kunda Apple kompaniyasini ishlab chiqarish bo'yicha birinchi vitse-prezidenti Jon Termus egallaydigan bo'ldi. Termusga ham ushbu faoliyatida omad tilaymiz. Nima bo'lganda ham Apple kompaniyasi juda ham zo'r kompaniya, zo'r mahsulotlarni chiqarishadi va menimcha bundan buyog'iga ham yaxshi ishlashsa kerak. 20-26 aprel haftaligida bo'lib o'tgan yangiliklar shulardan iborat. Agar biznes va marketing olamidagi yangiliklardan doimiy ravishda xabardor bo'lishni istasangiz, podpisatsiya tugmasini bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Rahmat.